Tahir Toğluqning Uyg'urlarda farzand tarbiyasi nomli kitobining davomi. Mikrofon oldida Nurjamol. 9-bob Pok qalblik bo'lishga yetaklash tarbiyasi. Halol odamning tamaga berilmaydigan esil odati bu ta'mlarni hamisha dakki-dukkiga salgan. Russo. Farzandlarda yaxshi insoniy xarakter yetildirish, ojiz, zaif xarakterlik bo'lib qolmaslikka kafolat qilishning yana bir muhim sharti farzandlarning oliyjanob, pok qalblik odam bo'lib yetishib chiqishiga bo'lgan yetakchilikning to'g'ri va ilmiy bo'lishiga bog'liq. Bu nuqtada farzandlarni o'z mayliga qo'yib bersa, ko'p ahvollarda tuturuqsiz xarakterni yetildirib oldi. Bu jihatda ota-onalar mundaq 3 nuqtaga diqqat qilish kerak. Birinchi qism farzandlarda haqqoniylik tuyg'usini yetildirish. Haqiqat e'tiqod va umidlarimizning manbasi. Haqiqat har qanday musobaga pisand qilmaydi. Uni hech bir chegara to'xtatolmaydi. Barbios. Balalarning mijoz xarakteri o'xshamaydi. Ba'zi balalar kichikdan boshlabla ba'zi yo'lsizlikqa, nohaqchilikqa chiday olmaydi. Jahillik bilan o'zininkini rost qilish o'rnida ba'zi balalar go'lroq bo'ldi. Asriq oldislar o'ng'ay el bo'lib ketadi. Bu xil o'xshashmagan aloyidlikni kishilar oldingisini yomon xarakterga, keyingisini yaxshi xarakterga jo'raydi. Bilish kerakki, balalardagi yuqorqidek o'xshashmagan aloyidlik hargiz xarakter emas, balki u balalarning o'ziga xos mijozi, ammo bu xil mijozi taraqqiy qilib keyin mukammal xarakterni shakllantirishning muhim bir asos bo'lib qoldi. Asldan olganda balalardagi johillikning ijobiy tarbiya asos o'rin turdi. U ilmiy parvarish qilish fursatiga erisha olsa, haq-nohaq, yaxshi-yomonni to'g'ri farq eta olsa, turmushni, hayotini yaxshi tushunsa, kuchli xarakterga aylandi. Bizningcha, nodon odamning mukammal xarakteri bo'lish notayin. Shunga bu masalada farzandlarning nimaning haq, nimaning nohaq ekanligini bilishi asosiy masala emas. Eng muhimi farzandlarda o'zi haq-nohaq deb qaragan ishda o'zini qanday tutishi va unga qanday muomala va qanday munosabatda bo'lishi intayin muhim. Shunga bolalarga bu nuqtada shunday talab qo'yish kerakki, hatto sizning xato, nohaq bo'lgan bo'lsa, jur'atli holda inkor qila oladigan, agar sizning dushmaningizning haq bo'lgan bo'lsa, uni qo'llay oladigan bo'lsin. Ularni yana har qanday joyda, har qanday bir ishda nohaqchiliklarga duch kelgan chog'da darhol ko'krak kirib chiqib, adolatsizlik uchun kurash qilishga ilhomlantirish kerak. Farzandlarda o'xshashmagan individual psixik aloyidlik bo'ldi. Ba'zi bolalarning haqqoniy tuyg'usi bek kuchlik, ular nohaqchilikka qat'iy chidamaydi. O'zi yoki saboqdoshlari nohaqchilik uchirsa, darhol o'tirib chiqib o'zining noroziligini ifodalaydi. Hatto ba'zi bolalar bundoq chog'da har qanday saloy sulhiga pisand qilmaydi. Yana bir qism bolalar bor. Har qancha nohaqchilik uchirsa-mu inkos bildirmaydi yoki sukut turishga o'zini majburlaydi. Jamiyatda duch kelgan nohaqchiliklarga beparvo qaraydi yoki qari bo'lmaslik pozitsiyasini tutadi. Bu xil ahvolni ba'zi ota-onalar bolalarning eg'ir besiqligi yoki yengiltakligiga munosabatlik deb qaraydi. Bu qarash xato. Haq-nohaq masalasiga nisbatan tutgan muomala va munosabatda hargiz mijozga eg'ir besiqlik yoki yengiltaklikni o'lcham qilmaymiz. Buni biz xarakterning kuchli ojizlik tarafidan baholaymiz. Ba'zi ota-onalar nurg'un prinsipallik masalalarda farzandini intayin qattiq bosadi. Farzandlarga qat'iy itoatman bo'lish, shartsiz bo'ysunish, buyruqqa inkos qaytarmaslik, xiloflik qilmaslik talabini qo'ydi. Cho'nglarning, boshqalarning, muallimlarning so'zlarini chuqur anglash, nim desa shuning amal qilish undaydi. Farzandlarda qarshilik qilish ifodasi ko'rilib qolsa urudi. Bu xil usul farzandlarni sepi o'zidan mashina odamga aylantirib qo'yishga elib boradi. Bu intayin xatarlik ahvol. Algeri Danti haq-nahaq tuyg'usi ojiz, xaraktersiz kishilar haqida mundoq degan: do'zaxning eng dahshatli joylari buyuk ma'naviylikni sinaydigan minutlarda betaraf turadigan odamlarga qoldirilgan. Shuni bilish kerakki, yomonlikqa, nohaqchilikqa qarshi turishga jur'at qila olmaydigan bolalarda xaraktermi yo'q, e'tiqodmi yo'q, o'zimi yo'q. Ikkinchi qism farzandlar qalbida pok va mustahkam vijdon g'urur yetildirish. Vijdon odamlar hayotining odil rahmonamisidir. Lev Tolstoy. Vijdon inson ma'naviyatining beg'ubor bulqi, aqlning odil sodiyi, pok vujudning mustahkam qasri. Farzand bu dunyoga ko'z ochganda qalb beti xuddi oq qog'ozga o'xshash toza va quruq bo'ldi. Bolalar turmushga aralashish davomida yaxshilik, yomonlik, haq-nohaq, to'g'rilik, xatolik, oq ko'ngillik, qora ko'ngillik qatorliq ijobiy va salbiy omillar bilan uchrashadi. Bu uchrashish bolalarning qalb betiga turli tuman savol belgilarini qo'ydi. Bolalar kishilik hayotning tarozisida tortilishga boshlaydi. Shuning aksi vijdon qasrisiga xiris qilgan manfaat munosabat orasida tenashga boshlaydi.
Dal mushundan nozik payti turganda, ikkinchi tarafdan kelgan ijobiy va salbiy ta'sir, to'g'ri yetaklash yoki xato yetaklash farzandlarning vijdonliq yoki vijdonsiz odam bo'lib chiqishiga nihoyat cho'nqur ta'sir ko'rsatadi. Bu xil holat cho'ng ishlarda bo'lsin, odatda kichik ishlarda bo'lsin, intayin ro'shan ifodalanib turdi. Ashunday paytlarda ota-onalar farzandlarining pok qalbiga hurmat qilishi, ularning to'g'ri tanlashini qo'llash kerak. Hargizmi kichkina foyda manfaat uchun bolalarning pok, oliyjanoblıq yoshiringan qalbiga zarba berib, besim ishiltib pok qalbini bulg'ashga ishtirok qilishga bo'lmaydi. Farzandlarning o'z nafsiga cho'g' tortib, boshqalarga qarchaplashiga yoki o'zining manfaati uchun yolg'on so'zlashiga yo'l qo'yishga bo'lmaydi. Agar ashunday ishlar sodir bo'lib qolgudek bo'lsa, darhol nasihat qilib, bu xil illatning intayin yomon ish ekanligini samimiylik bilan tunutish kerak. Bolalar kichkidan boshlab rostni rost desin, yolg'onni yolg'on desin. Mubodo farzandlar ashunday tashabbuskorlik bilan bolalar samimiyatini ifodalayotgan minutlarda unda dema degan biray shapini berish uchun ko'z qisib qolsangiz, bolalarning pok, beg'ubar qalbiga qilgan cho'ng ziyonkashlik bo'ldi. Uyg'urlarda insof so'zi bor. Agar biz bir sivat olmani 4 bolaning oldiga qo'ysak, bolalarning biri olmadan birini elib yeyishga boshlaydi. Yana bir bola ikki qo'liga ikkini oldi. Yana biri yanchuqlarga qachilashga boshlaydi. To'rtinchisi bo'lsa siviti bilan ko'tarib ketib, boshqalarga birini bermaslikni o'ylaydi. Gerçi bu ish vijdon masalasiga taqalmasmi, bu bolalarning individual xarakterini ko'rsatib beradigan oddiy ifoda. Agar 3-bola bilan 4-bolaning nafsiyatchilik, insofsizlik kamchilikini tuzishga yordam qilmaganda, barbara u bola insof fazilatidan mahrum bo'ldi. Bu xil o'zini o'ylash, o'zini deyish taraqqiy qilaversa, oxir nafsiyatchilikka elib boradi. Nafsiyatchilik vijdonni bulg'ab, qalbni qora qiladigan eng yergin ishli xarakter. Farzandlarni vijdoniga xiloflik qilishga har olmaydigan va pok qalbni bulg'ashga o'tadigan yana bir illat farzandlarning tamak odatlanib qilishi. Uyg'urlarda tama harom degan gap bor. Chunki tama oxir berib odamning o'zini harom qildi. Tamagarlik odatlangan bolalarda turoqliq maydon, turoqliq mavqe bo'lmaydi. Unda bolalar ko'pincha boshqalarning ra'yi bo'yicha ish tutadi. Tamagar odam qul odam. Qulning o'z erki qulida bo'lmaydi. Tamadan xoli odam podshohga beshini egmaydi. Hikoyat. Bir darvish qaqas bir yerda tanho o'tiradi. Bir podshoh uning yenidan o'tib qoldi. Darvish: "Menmi o'zimga podshoh bo'lsa o'ziga. Uning salom qilish mening qarzim emas. Uning puhralarning beshini siylash qarzi bor." degan niyat bilan podshohga nazar solmay beshini silib o'tiraverdi. Shoh ochiqlanib: "Jannatga kelgan bu bir nima, xuddi hayvonga o'xshaydi. Ularda odamgarchilik fazilati yo'q", dedi. Vazir u odamning qashiga kelib: "Hay mard kishi, yer yuzining sultoni yiningdan o'tsa nemish o'rningdan turib ta'zim qilmaysan va adab qoidalarini bajo keltirmaysan?" dedi. Heliq odam: "Shohga isit. Uning iltifotlaridan kim bahramand bo'lishni umid qilsa, shu kishidan xushomad qilishni kutsin. Yana shuni bilib qo'ysinki, podshoh degan puhralarni saqlash uchun mavjud bo'lib turdi. Puhralar hargiz podshohga itoat qilish uchun emas." Volterning bunday bir so'zi bor: "Odamlar o'zlari odat qilib olgan ish harakatlaridan hech vaqt vijdon azobi his qilmaydi. Bu xuddi divonliq odatlanib qolgan odam hargiz o'zini aybkor sanamaganga, o'g'irliq odatlanib qolgan odam uni vijdonsizlik deb qaramaganga. Minglagan odamlarning jinoq zamon bo'lgan odamlarmi vijdoni azob tortmagan o'xshash bir ish. Chunki ularning nomus va vijdon qo'rg'ini allaburun buzilgan. Bu pok qo'rg'ondan mahrum bo'lgan odam o'z kontrolini yo'qotgan. Nurlardan mahrum bo'lgan palach odamning dal o'zi. Buningdan shuni his qilish kerakki, farzandlarning yomon ishga odatlanib qilishi, vijdon nomus qasrining bulg'anishi intayin oson. Biroq mustahkam vijdon qasrini turg'izmoq, uni har xil xas-xashaklardan asrash intayin qiyin va mushkul. Vijdonni bulg'aydigan va sustlashtiradigan nurg'un omillar bo'lsa-mu, eng muhim omil manfaatparastlik bilan nafsiyatchilik. Ba'zi ota-onalar farzandlarda tamagarlik illatining yetilib qilishiga sal qaraydi. Diqqat qilish kerakki, odatdagi gap so'zlarmi farzandlarni tamagar qilib qo'ydi. Masalan, "Meni yaxshi desang pul beraman, meni yaxshi desang u yerga opirman, bu yerga opirman, balam, u degan boshliq, nimnis ma'qul demsang ishingga to'p solasan" degan o'xshash so'zlar odatda o'yin chaqchaq va zarur tavsiyalardek turg'un bilan bu xil ahvollarning takrorlanaverishi bolalarda barbara tamagarlik odatini shakllantirib qo'ydi. Tama odamda irodani sustlashtiradi. Boshqalar vijdonini haqoratlayotsa-mu, har olmaydigan, aksiga texim egilib boshqalarning tapini yalaydigan qo'lchilik odatlantirib qo'ydi. Bu xil yomon illatning taraqqiy qilishi odamda hatto mustaqil fikr qilish, haqiqatni siyoqlash, qat'iy bo'lish, g'ururini himoya qilish odatiga chek qo'yib, boshqalar nimani sadaydigan, g'ururiy haqoratlansa sukut qilish, haqiqat xo'rlanmasa sukut qilish,
Haqorat təsdiqini yeb turibmi xushamət qilishdak nachar xarakterini yetildirib qo'ydi. Shunga bolalarni kichikdan boshlabla o'zining g'ururini saqlashga, o'zini hargizmi boshqalardan tuvan ko'rib o'zini kamsitmaslikka, tama bilan o'zini xo'rlamaslikka o'tish lozim. Farzandlarda yetilgan g'urur va nomus kuchi ularda o'ziga qattiq talab qo'ydigan, o'zini qadrlaydigan, yema nomard ishini ochliq seni o'ltirsimu, o'tma nomard ko'rigidan sal seni aqtirsimu degandek oliyjanob yaxshi tabiatni yetildirdi. G'ururluq va nomusluq tarbiylangan bola hargiz tamagir bo'lmaydi. Ham vijdoniga xilop ish qilishdan uyuldi. Shopenhauer munda deydi: Nomus tashqi vijdon, vijdon bo'lsa ichki nomus. Shunga farzandlarga g'urur va nomus tarbiyasini atrofliq elib borgandila, ularning vijdonini pok saqlay olishiga unumli yetakchilik qilg'il bo'ldi. Mubodo o'zingizda nomus va vijdon bo'lmasa, ola inakning bolasi char quyruq degandek farzandingizmi sizning maslahatingiz bo'lib yetishib chiqadi. 3-chi qism. Farzandlar vujudida mardlik hislatlarini yetildirish. Sharmanda bo'lishdan qo'rqish mardlikdir. Boshqalarning bizga qilgan noloyiq ish-harakatlarini sabr va toqat bilan kechirishni bilishmi xuddi shunday mardlikdir. Jonson. Uyg'urlarning farzand tarbiyasi an'anasida mardlik ulug'landi va ko'p tashabbus qilinadi. Nomardlik intayin ayblik va vijdonsizlik sanaldi. Shunga Uyg'urlar farzandlar qalbida mardlik hislatlarini yetildirishga bek ahamiyat berdi. Mardlik to'g'risidagi hikoyalar, cho'chaklarning intayin ko'p ekanligi Uyg'urlarning farzand tarbiyasida mardlik xarakteriga qanchalik ko'ngil bildiganligini ifodalaydi. Masalan, Uyg'urlarda mard so'zidan qaytmas degan gap bor. Bu xususda munda bir hikoya bor. Hikoyat qilinishda Noshiravan bir katta imorat soldirishga qadam qo'ygan edi. Noshiravan ketib boradi. Bir hammol uning soldirmoqchi bo'lgan imoratiga nihoyat mushaqqat bilan eg'ir bir cho'ng toshni ko'tarib mangan edi. Noshiravan hammolning mushaqqat tortqiniga rahim qilib, "Toshni yerga qo'ygin" dedi. U hammol shu zamon toshni yerga tashildi. U tosh xeyli uzun mazgil shu maydonda turdi. Mulozimlarning otlari har qatim o'tganda urkib ketadi. Mulozimlar: "Ya sulton oliylari, palon kuni shafqat yuzidan bir cho'ng toshni hammolga tashlashni buyurib tashlatgan edingiz. O toshni shu kishidan bo'lakisi yetkalmaydi. Har qatim o yerdan o'tar bo'lsak, otlarimiz urkaydi. Shu hammolga amr qilib toshni bir chetga oldirayotgan bo'lsangiz" deb iltimos qilishdi. "Shah, o kuni toshni shu yerga tashla deb hurmatlangan edim. Endi ko'tardiganim noloyiqdir" dedi. Hikoya qilg'uchi munda xulos so'zini aytadi. Qat'iy iroda va mardlik shuki, behuda xayolning qo'rqinchi bilan o'z so'zidan ozmaslik va yanmaslik, shu ro'ylarning odatlari bilan qoida rasmlarni buzmaslik, har ishga qadam qo'yib tamomga yetmaguncha uningdan qadam yo'tkmaslikdir. Dar haqiqat, qat'iy iroda va mardlikning kuchi barakatning kuchiti, ro'noq tepishning asosi, boshqalarga naf yetkazishning manbasidir. Uyg'urlarning mardlik tarbiyasida ish harakatlaridami mardlik odatlariga diqqat qildi. Urushib, mushtlashib qolgan bo'lsa, bolalarni birga bir qo'yib birdi. Cho'nglar aralashmaydi. Shunga Uyg'ur bolalarida birga bir chiq degan mardlik xitobi bor. Chelishish odatidami hargiz put qo'yishga yo'l qo'ymaydi. Put qo'ysa nomardlik hisoblandi. Birga bir urushganda hargiz pichoq, tosh va boshqa vositalarni ishlatmaydi. Ishlatsa nomardlik chidamaslik bo'ldi. Bunday odatlarga rag'batlantirish bolalarda yaxshi xarakter yetildirdi. Hargizmi bolalar o'zaro urushib qolganda tosh bilan beshini yerib o'tmabsan deganda xato tarbiya usulini qo'llanmaslik kerak. Bo'lmasa bolalar barbara ushuq, nomard, chidamas odam bo'lib qoldi. Ozgina manfaati ziyon uchursa, pichoq soldi yoki har xil qabih vositalar bilan ziyonkashlik qilgan nomardlikni o'zlashtirib oldi. Vijdonsizlikning ko'pinchasi nomardlik bilan munosabatlik, hasadxo'rlik, qo'rqinchoqlik, samimiyatsizlik, yolg'onchilik qatorliq illatlarmi nomardlikdan kelib chiqadigan razil tuyg'u. Mardlik xislati bolalarga buyuk odamiylikni ato qildi. Mardlik xislatiga ega bolalar har qancha qiyinchilik uchursimi nola qilmaydi. Nomard odamlar hech qancha jafo chekmay turibla nola qildi. Mard odam boshqalarning ancha-muncha xatoliklarini afv qila oladi. O'zining ojizliklarini, kamchiliklarini dadillik bilan e'tirof qila oladi va tuztalaydi. Mard odam qiyin xatarga duch kelgandami qo'rqishni nomus deb bildi. Qiyin xatarni jasorat bilan yengadi. Qiyinchilik oldida tinib turgan odam mard hisoblanmaydi. Mard so'zida yonmaydi, haqni haq deydi, nohaqni nohaq deydi. Shunga birini bir degilik degan iboralar Uyg'urlarning farzandlarini mardlik hislatlari bilan tarbiyalashining yana bir vositasi. Yusuf Xasajib mard o'g'lan dushmanga hargiz kaynin qilmaydi degan. Demak, mardlik kishilik turmushda har bir qadamda, har bir muomala munosabatlarda o'xshamgan shaklda siniladi va tovlanadi.
Shunda oliyjanob pok qalb yetilganda yengilmas buyuk xarakter yetishib chiqadi. Shunga farzandlarga beradigan pok qalblik bo'lish tarbiyasiga sal qarashqa bo'lmaydi. Nasihatdan namuna. Haqqoniy bo'lish adolatni yoqlash haqida. Balam, har qachon, har zaman haqqoniy to'g'ri bo'l. Hargiz nohaqchilik qilma, nohaq tarafda turma. Qayerda haqiqat, haqqoniyat bo'lsa, yurakli qo'lla ham qo'g'da. Nohaqchilik, adolatsizlik bo'lsa, mardlik bilan qarshi turg'in. Haqiqat va to'g'riliq bilan nohaqchilik shundoq ayrildiki, haqiqat va to'g'riliq tuz bo'ldi. Adolatsizlik va nohaqchilik agar bo'ldi. Tuz narsalar o'z bo'ldi. Nimaki o'z bo'lsa, u tuz bo'ldi. Nimaki agri qing'ir bo'lsa, u sat ko'rimsiz bo'ldi. Chunki butun agri yomonlikning belgisi. Tuz narsa u o'z bo'lg'achqa qimmatlikdir. Tuz yog'ochning hikoyati. Hikoya qilinishicha bir podsho bir to'riklik saroy salmoqchi bo'lib, tuz bir yog'ochga hojat tushdi. O'z tavalligini aqtirib o'lchamlik bijirim tuz yog'ochdan birini topdi. Lekin u yog'ochning egisi ojiz bir qir edi. Shoh yog'ochni 10, 100 balki 1000 hassa baho bilan sotib olmoqchi bo'lgan bo'lsa-mu, qiri rozi bo'lmadi. Yog'ochning bahosi cheksiz o'saverib, oxir nurg'un oltinga sotildi. Shoh saroyni yostib go'har bilan bezidi. Heliqi to'rikni bo'lsa oltin bilan zinnatildi. Heliqi yog'ochning egisi bu saroyni ko'rgil kelib, yog'ochni so'yib turib mundaq dedi: "O'zing tuz yaralganing uchun o'zingnimi, menimi oltinga ko'miyotding. Balam, tuzlik, to'g'riliq yog'ochga shunchalik yarashgan yerda odamga qanchalik qimmat bag'ishlaydiganligini o'yla. Haqqoniylikning insoniy fazilatini mukammallashtiradi. Balam, odatdagi ishlardami haqqoniy bo'l. Adolatning himoyachisi bo'l. Haqiqat tarafdori bo'l. Bir soatlik adolat butun inson va jinlarning ibodatidan yaxshiroqdir. Sen haqiqat izlayman deb tinib yurma. Haqiqat hamon xalq tarafda bo'ldi. Kim adolatli bo'lsa, shu tarafda bo'ldi. Jaholat bor joyda haqiqat bo'lmaydi. Agar sen xalqdan o'zingni ayblash so'zlarini anglagan bo'lsang, o'zingni haqiqatga xiyonat qilibdiman deb bil. Haqqoniy bo'la olsang, har qachon o'zingga, xalqqa o'zgalaysan. Adolat, haqqoniyat qo'g'dab qilinmagan joyda o'zingning qadr-qimmatingni qo'g'dab qilolgudek hech nimaga ega bo'la olmaysan. Insonning muhim intilishi haqiqatni izlash, adolatga talpinish tursa, adolatga, haqqoniyatga bo'lgan mas'uliyatsizlik eng chong vijdonsizlik balam. G'ururliq, vijdonliq bo'lish haqida. Balam, odamda noit sezgur g'urur va pok vijdon bo'lish kerak. Vijdonning pok, g'ururing sog'lom bo'lsa, bu dunyoda halol yashadim desang bo'ldi. Halol bo'lsang har qachon o'zingni qudratli his qila olaysan. Nopok yashasang beshingni egiz ko'tarolmaysan. Odam bu dunyoda o'z vijdoniga yuz kelarlikdek yashay olsa, yuragini alqiniq elib, el orasida uyatmay yura olsa, nima degan baxt? Balam, sen har doim vijdoningning pokligini qo'da. Vicdanın bulğansa əxlaqınmı, imanın bulğundu. Vicdansız bolsan, hər qancha qabiliyyətlik və parasətlik bolsanmı, yana lənət nəfrət qalsan. Sen vicdanına xilab birər yuşurun iş qılıb qoyub, hər nəm bolsa başqalar uxmadı demə. Başqalarının gözdən qutulub qalalğının bilən vicdanının ayıblışdan qutulalmaysan. Balam, senin vicdanına xiris qıldığan bir yavuz düşmən var. O bolsunmu senin şəxsiyyətçilik və nəfsiyanətçilik yoluq məngişin. Bir danışmandan senin en yaman düşmanın iki beqinin arasındaki nefsingdir degan hadisning ma'nosi nima deb so'rasa, o kishi dediki, buning ma'nosi shuki, har qanday dushmanga yaxshilik qilsang do'stga aylanish mumkin. Ammo nafs shunday yomon dushmanki, uning qancha ko'p yo'l qo'ysang, u shuncha ko'p qarshilashidi. Sen aqling bo'lsa, shuni o'ylaginki, vijdoningni setib, uning puliga yana qanday nimaga erisha olaysan? Nafs uchun hargiz vijdonni tiyishayotganlik emas balam. Sen başqalardan birər təsdəkni oşuq yeganni yoki birər eg'iz til haqoratni eshitganni g'ururing tagdi deb tig' ko'tarsang, vijdonliq bo'lib ketmaysan. Haqiqat, adolat deb seni qilinayotgan chog'da, e'tiqod va aqida haqoratlanganda, vijdoning azoblansa, mana shuni vijdonning sopliqi deymiz. Balam, o'zing sodir qilib qo'ygan vijdonsizligingdan ko'ra, boshqalarning kuch ko'rsatish bilan qilib qo'ygan vijdonsizliging seni necha azoblaydi va xo'rliq qo'ydi. Sen bu çağda özün emas, dal başqalarının çömqə qayınıb qalsan. Balam, sen hər daim vicdanın sual qoyub durğan. Əgər azıraq bolsunmu vicdanın azablanğıdak iş qılıb qoyğan bolsan, dərhal tüzüb alğın. Əgər onda qılmasan, texmi çoğ günahqa yol qoyğan bolsan. Başqalardan ehtiyat qılıb numuscan bulub ediş bəh pəskəşlik. Vicdanın və adəmilikingdən numus qilishni haqiqiy numus deb bilgin balam. Yomon ish qilib qo'yib qizarmasang, sening murdidan farqing qolmaydi. Balam, sende haqiqiy g'urur va vijdon muqaddasligi bo'ldikan, vijdonsiz, g'urursiz odamlarni odam deb hisoblama. Ular o'zlarini har qancha pardoz qilsa-mu, ularga ishonma.
g'urursiz, vijdonsiz odamlarni bir dövi axlat deb bil. Agar unda odamlarga qo'l bersang, o'zingmi shu odamlar jumlasidinsan. Mardlik xislatlari haqida. Balam, bizda mardlik bak ulug'landi, nomardlik pastkashlik hisoblandi. Odam degan bir kun yashasimi, mardlik bilan yashash kerak. Mard bo'lki, hargiz nomardlik bilan insoniy qadr-qimmatini haqoratga qo'ydigan ishlarni qilib qolma. Nomardlik jamoat oldidagi obrazingni eng xunuk ahvolga tushirib qo'ydi. Do'stlaring oldida e'tiboring bo'lmaydi. El orasida o'rning bo'lmaydi. Mardlik bo'lsa, sening nurg'un ayib nuqsonlaringni yopadigan qalqon. Mardlik ham sana oxir kunlarda yo'l ochib beradigan karvon. Taqdir zarbillarini mardlik kumpay-kum qildi. Qo'rqinchoqlik mardlikni xarob qiladigan yomon jahorat. Qo'rqish bilan bu dunyoda hech qanday ishni boshqa elib chiqolmaysan. Qo'rqqanga qo'sh ko'rinibdi deganni anglamaganmisan? Hayotda hech qachon qo'rqinchoq, jur'atsiz odamlar nijotlik yo'li topgan emas. Mard o'g'lan har qachon yo'ldan qaytgan emas. Sen bir oddiy hikoya aytib beray. Bahram bilan Qabza. Bahram bir kuni shikarga chiqib bir kiyikni uchratdi. Uni jahli bilan qo'g'ildi. Kun tush bo'ldi. Havo issiq edi. Qabza otliq bir arabi bor edi. Kiyik oxir qochib bitoqat bo'lib uning qishiga keldi. Qabza uni tutib bog'lab qo'ydi. Shu arada Bahram yetib keldi. Bahram tirkashdan o'q chiqarib Qabzaga hamla qildi. "Hey arabi, mening o'ljamni chiqarib bergin." Qabza uning Bahram ekanligini bilmaydi. U, "Hey otliq, bu Xudoning maxluqidir. Mening qishim panohlik izlab kepti. Meni o'ltirsam uni sana tutib bermayman. Chunki bu mardlik emas", dedi. Bahram bu so'zni anglab qo'pollik izhor qildi. Qabza, "Hey yigit, behuda so'zlarni aytmagin. O'ng qo'lingda ta meni o'ltirmay o'l jonivorni ololmaysan. Agar xohlasang bir osh duldulim bor. San biray kelgan yo'lingga yong'in", dedi. Bahramga Qabzaning himmati xush keldi. Bahram uning mardligiga hayron qilib orqasiga yandi. Keyin Bahram shahliq taxtiga chiqdi. Bahram Qabzani chaqirib kelib nurg'un in'om va ehsonlar qilib, xos mahramlarni qilib oldi. Balam, bu dunyoda mana shunday mardlik xislatlariga ega odamlar oz emas. Ashunda odamlarning xislatini o'rgansang bo'ldi. Mardlik degan odamga ajoyib qimmatli sovg'alarni berdi. Balam, o'zini o'ylaydigan, faqat jon qayg'usida yashaydigan odam mardlikdan yiroqdir. Mard shuki, o'zining borlig'ini alvatan uchun taqdim qila oladi. Yusufga Sajib bo'limiz shunday ta'lim bergan ekan. Mol dunyo tarqatmoq sexiylik emas. Haqiqiy sexiy shuki, butun hayotini elga tasadduq qilib pushaymay emas. Balam, shunimi bilginki, odamning o'zini o'zi e'tirof qilishga jur'atlik bo'lishimi mardlik jumlasidandir. O'zini e'tirof qilish oqilonlik va mardlik. O'zini tushungan odamlar o'zini e'tirof qilishga jur'at qila oladi. O'zini tushunib turibmi e'tirof qila olmagan odam irodasiz, johil odamdir. Seni ko'ptirib maqtaydigan odamlardan kamchiliklaringni ko'rsatib tanqidlagan odamni o'zing haqiqiy ko'ngil bildigan deb bil. Kasalni yushirsang o'liming oshkora degandek, sen o'zingni e'tirof qilgan chaqdala vijdoning xiloflik ish qilib qo'yganligingga to'q qilolig'idek irodaga ega bo'ladigan chaqda o'zingdagi illatlarga shifo topa olaysan. Balam, mard odam har qanday qiyin va mushkul sharoitlarda qaddini tik tuta oladi. Azroq o'ngsizlik uchrab tushkunlashsang, bir o'ngsizlikning ming o'ngsizliklarni elib keldi. Mard odam har qancha chiqish yo'l topolmagan chaqlarda vijdonan bulg'amaydi. Qiyinchilik mushkullar ichida o'zi uchun to'g'ri yo'l topadi va umidvorlikni yo'qotmaydi. Balam, hayotda bek tamkin bo'lg'in, no'chilik, ushuqlik, chidamaslik qilma. O'zini no'chi deb atib olgan, o'zini cho'ng chaqlaydigan, o'ziga tamanno qo'ydigan, o'zini pullar hisoblab bo'yintovliq qildigan, mushtumzorlik qildigan chakana, ushuq, mutham odamlarning oldida o'zingni mag'rur tut. Unda odamlar qo'l berma. Yaxshilar uchun bor narsalaringni ayma. Muthamlarga xushamad qilishdan o'limni afzal bil. Uyg'urlarda farzand tarbiyasi nomli kitobning 9-bobining to'liq mazmuni o'qib to'kildi. Davomli huzuringizda bo'ldi.